Hasanboyda 700 kvadratli xonadonimizda santexnika отопление ishlarini qilganmiz. Shu ishlarning birinchi qismi bitdi. 16 kunda nima ishlar qilganimizni ko'rsatib o'tmoqchimiz. To'pli polli ko'rinishi mana shunaqa holatda qilingan. Ya'ni oyna taraflar zichro tashalgan, karavotdagilar chiqarib ketilgan, shkafdagilar to'pli pol qilinmagan, hamma yuradigan joylar 100% to'pli pol qilingan. Ikkinchi etaj va birinchi etajda 3 sm poke, ustidan gidroparabaryer yozilgan, demperli lentalar yopishtirib chiqilgan. Podvol qismimizda 5 sm poke tashalgan. Radiatorlar faqat chetdagi burchakdagi xonalarga qo'yilgan. Har bir burchakdagi xonada o'zi spalniy bor. Spalniyga faqat radiator chiqarilgan. Hol qismiga radiator qo'ymadik, chunki to'pli polni o'zi bemalol yetyapti. O'zi aslida spalniylarda ham to'pli pol yetyapti, faqat to'pli pol emas, radiator xohlab qolishsa deb turib, yoki balandroq, undan ham issiqroq bo'lishini xohlasa radiator qo'shishadi deb radiator chiqarib ketdik. Holimizda ham ikkita taraf 15 dan tashalgan, o'rtalari 20 cm dan tashalgan. Bitta xonada o'sha xonani o'zi uchun kommunitni termasdan chiqarib ketganmiz. 6 talisini tashaganmiz. Sababi radiatorni ham, to'pli polni ham shuni o'zidan boshqariladi. Ikkitasi bo'lsa, o'zimiz bitani berishimiz uchun shu to'g'ri kollektor oldiga olib borganmiz. Kollektor oldidan bitani ikkita simda keladi. 4 ta sim bo'lsa, ikkitasi radiatorga, ikkitasi to'pli polga boshqarish uchun ishlatiladi. To'pli polni NTC datchik orqali boshqariladi. Polni yuzasidan suvini olib o'chiriladi. Kerakli harorat qo'yiladi polga. Umumiy xonadonimizni eng sovuq paytda 55 gradusda isitishga mo'ljallaganmiz. Sababi xonadonimiz tashqaridan teplizolyatsiya qilinadigan bo'lgan. Xonada ham bitta radiator qo'yganmiz, to'pli pol qilganmiz, karavotdagini chiqarib ketganmiz. Har bitta xonaga kelayotgan to'pli pol ham maxsus izolyatsiyalarda boshqa xonaga ta'sir qilmagan holda tegidan kelgan polni izolyatsiya bo'lib, o'sha yerda kollektor turibdi. Buni sababi kommunitni termostat o'chirgan paytida bu xonani mana bu yo'lida bezizolyatsiya keladigan bo'lsa, orada pol sovib qolishi mumkin. Shuni hisobiga tegidan alohida izolyatsiya bilan tortib ketganmiz. Mana qatdan o'tayotgan bo'lsa, trubalarni ustini ochib belgilab ketganmiz, kimdir urib qo'ymasligi uchun. Uchastkada qilingan bir eng zo'r ishlardan bu uchastkada shaxta tashlab ketishgan ekan. Mana shaxtani bo'ylab trubamizni chiqarib qo'yganmiz, ma'naviy trubamizni. Shu yerdan u yog'iga tomga chiqib ketadi. Hozircha shu yerda turibdi, tepasini bitta g'ish qo'yib qo'yishgan ekan, o'shani ochib olsa bo'ldi. Bular hammasi izolyatsiya bo'ladi, faqat stachkadan keyin izolyatsiya bo'ladi. Boshqa ustalarning qo'lini ushlamasligi uchun ishni tezlatish maqsadida birinchi stachkaga tayyorlab, hamma yog'ini tayyor qo'yganmiz. Keyin mana skriti semistitrlar qo'yilsa deb balandroq chiqarib qo'ydik. Bu yerda tahorat qiladigan bo'ladi. Bu yerda installyatsiya unitaz, installyatsiya bedi, o'shalarga hammasi joy tayyor. Mana bizani ishimizni kuzatganlar bilishadi. Arqon ishlatamiz. Bu agar temir ishlatadigan bo'lsak, mana shunaqa joylarda mana truba tegishi ehtimoli bor, shuning uchun shikast yetib qolmasin deb arqondan foydalanamiz. Eng asosiy kirib kelayotgan tokka kotelniydan berganmiz. Kotelniyda ertaga UPS qo'yilsa, o'shanda xonadonda svet bo'lmagan paytda ham отопление ishlab turaveradi. Kollektorlarni bitta qo'yganmiz, radiator uchun ham, to'pli pol uchun ham bitta qo'yganmiz. Sababi o'sha past haroratda uy isitish mo'ljallangan, radiatorga ham past haroratda suvlar beriladi. Shuning uchun kollektorni ikki bo'lib, baland haroratda, past haroratda qilib o'tirmadik. Bitta qilib radiator uchun ham, to'pli pol uchun ham bitta joydan tarqalyapti. Lekin radiatorga ham, to'pli polga ham bitta joydan tarqalgan bilan kommunitni termostat orqali to'pli pol haroratini boshqa, xonani haroratini boshqa haroratga qo'ysak bo'ladi. Undan muammo bo'lmaydi. To'pli polni yana ham pasaytirishga iloji bo'ladi. Sanuzulimizdan qilingan ish bilan tanishtirib o'tamiz. Kirish bilan kontrolni kranlar qo'yilgan. Mana shu xonani o'zida avariya bo'ladigan bo'lsa, shu xonani o'chirish imkoniyati bo'ladi. Traplar rakvindan tagiga chiqarib ketilgan, tayyor xonani qilib poke qilib ketganmiz. Sababi trap o'rnatishga kafilchilar qiynalmasligi uchun. Bundan tashqari installyatsiyani ham hali qo'yilmaganligi uchun atrofini o'rab ketdik. Bu dushimiz semistitl o'zi shu joyda turadi. Skriti semistitl qo'yiladi. Shu joyda semistitl tursa, trapetskiy dushimiz yo bu tarafda, yo bu tarafda bo'ladi. Shuni stachka qildirmay to'sib turamiz shu joyini. Sababi trap kerakli joyiga qo'yib olishimiz kerak. Dush trapetskiy dush qayerga tarafda bo'lsa, o'sha yerga chiqarib qo'yishimiz kerak trapni. Bunaqasiga qo'yamiz, yo bunaqasiga qo'yiladi. O'sha mo'ljali bor. Bu sushilkamiz. Sushilkamizni shunaqa ko'rinishda mana tayyorlab olganmiz. Endi stachkadan keyin hammasi o'rnatiladi. Bu yerda G-obrazniy uchastka bo'ladi. Ikkita tarafida perimetrga hisobida. Sushilkani o'chirsa ham to'pli pol ishlayveradi. Biz sushilkani asosan dush bor joyda yoki vanna yoki jakuzi bor joyda, ya'ni cho'miladigan joyda chiqaramiz, qolgan joyda chiqarmaymiz. Birinchi etajda masalan общий kiriladigan unitaz bilan bitta rakvina qo'yilgan joylarga chiqarmaymiz. Izohlarda ishimizni 1 dan 10 gacha bo'lgan balda belgilab ketinglar. Ishimiz yoqqan bo'lsa like bosinglar. Bundan keyingi bu uchastkada qilinadigan ishlarni kuzatib borish uchun podpisatsiya tugmasini bosib qo'ysanglar
Tatelnikni qanaqa qilib berganimiz, sanuzorlarda nimalarni o'rnatganimizni qo'yib boramiz. Istashgani ham boshlab oldik bahorda.